Meraki sanatoriyasida kuzgi-qishki mavsum o'z nihoyasiga yetdi. 2026-yilgi mavsumni yuqori saviyada kutib olish maqsadida mehmonlar uchun yanada qulay va xavfsiz muhit yaratish bo'yicha ishlar boshlandi. Shu bois Meraki sanatoriyasi 2025-yil 1-dekabrdan 2026-yil 1-fevraliga qadar vaqtincha o'z faoliyatini to'xtatishga qaror qildi. Ushbu muddatda sanatoriyada 2026-yilgi mavsumga tayyorgarlik, hudud va xonalarni tozalash, obodonlashtirish, barcha maydonlarni dezinfeksiya qilish, muhandislik tarmoqlari va kommunikatsiyalarni qayta ko'rikdan o'tkazish, shuningdek, qurilish va ta'mirlash ishlarini olib borish rejalashtirilgan. Ushbu noqulaylik uchun uzr so'ragan holda, barcha mehmonlarimiz va hamkorlarimizdan bizni tushunishlarini va qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolamiz. 2026-yil 1-fevralidan boshlab Meraki sanatoriyasi o'z mehmonlarini yanada qulay, toza va zamonaviy sharoitlarda kutib olib, ular uchun o'z eshiklarini ochadi.